Shanba kunida turibmiz, ishlarimiz davom etyapti. Pogruzchik to'pli nasosini yechib olganmiz. Xudo xolasa nasosni ko'rishingiz mumkin. Raspretil plunjer panalari yangi bo'ladi. Kelesdan Izzat akam ertalabdan keldi. Inshaalloh xudo xolasa nasosi traktorlarning nasoslarini cho'tka qilib beramiz. Plunjer panalari, raspretillari hammasi yangi bo'ladi. Bu yerda kechagi Yevrokamazimiz restavratsiya bo'lyapti. Bizning ustozimiz Uchqun do'stim, bizni obunachilarga salom aytib qo'yasiz do'stim. Assalomu alaykum. Bizning ustoz ham sherik, ham uka bo'ladi, e'tibor bermaysiz. İşlerimiz davom etyapti. Buni xudo xolasa xrom chelpovka qilib restavratsiya qilib beryapmiz. Bu apparatlarimiz bugun kelgan ishlarimiz shu. Bolalar yana injektor yechgani ketgan. Ulardan xudo xolasa nasib video olib kelsa qo'yishga harakat qilamiz. Jigarlarim, hozir nasib qilsa, Alloh berib qolsa, tashqari sovqib keling. Jigarlarim, hozir nasib qilsa 99% bu yerda bizni kuzatib borayotganlar sadarka qanday holda portlashini biladi. Bitta ikkita akalarimiz yozyapti. Sadarka o'zi qanday yonadi, o'shani eksperiment qilib ko'rsatamiz keyingi videolarda. Allohim yor bo'lsin, xitoyliklar musulmon bo'lsin. Jigarlar, bizni obunachilarga salom. Xudo yor bo'lsin.